Oq uyning ma'lum qilishicha, kelayotgan hafta Washingtonda Tinchlik kengashining birinchi yig'ilishi o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Unda dunyoning ko'plab nufuzli davlatlar rahbarlari bilan bir vaqtda O'zbekiston yetakchisi Shavkat Mirziyoyevning ham ishtirok etishi kutilmoqda. O'zbekiston so'nggi 10 yilda yopiqlikdan voz kechib, global iqtisodiy va siyosiy jarayonlarga faol kirishdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ochiq, pragmatik, puxta o'ylangan va tashabbuskor tashqi siyosati natijasida O'zbekiston global tinchlik va diplomatiya markazlaridan biriga aylandi. Xorijiy investorlar, yirik moliyaviy tashkilotlarning munosabati o'zgardi. Sayyohlar uchun xavfsiz va qulay sharoit yaratildi. Natijada xalqaro hamjamiyat ham mamlakatimizni ishonchli, barqaror va tashabbuskor davlat sifatida qayta kashf etdi. Shu tariqa yangi O'zbekiston bugun nafaqat mintaqaviy, balki global muammolarni hal qiladigan davlat sifatida namoyon bo'ldi. Bu jarayonda mamlakatimiz yetakchisi tomonidan ilgari surilayotgan ochiqlik, pragmatizm va tinchlikparvarlikka asoslangan siyosat nafaqat milliy manfaatlarni himoya qilish, balki global barqarorlikka hissa qo'shishga qaratilgani bilan ham ahamiyatlidir. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan xalqaro minbarlarda bildirilayotgan pozitsiyalar ham mas'uliyatli, xolis va konstruktiv yondashuv namunasidir. Diplomatik vositalarni ustuvor deb bilish, muloqot madaniyatini rivojlantirish va o'zaro manfaatli hamkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali O'zbekiston xalqaro munosabatlarda ishonchli sherik sifatida o'z o'rnini mustahkamlamoqda. Misol uchun O'zbekistonning Tinchlik kengashini tashkil etilishida ta'sischi davlatlardan biri sifatida namoyon bo'lishi ham mamlakatimiz tashqi siyosatining izchil va pragmatik yo'nalishini yana bir bor tasdiqladi. Ushbu tashabbus orqali mamlakatimiz xalqaro huquq, ochiq muloqot va ko'p tomonlama hamkorlikka tayangan tinchlikparvar davlat sifatida xalqaro maydonda yana bir bor e'tirofini topdi. Ekspertlar tomonidan ko'p bor ta'kidlanayotganidek, kengash faoliyati O'zbekistonga global jarayonlarda faol ishtirok etish, ishonchli hamkor va konstruktiv davlat sifatidagi nufuzini mustahkamlash imkonini beradi. O'zbekiston yetakchisi esa notinchlik va mojarolardan aziyat chekkan aholiga yordam ko'rsatish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashni tashqi siyosatning ustuvor gumanitar vazifalaridan biri sifatida belgilab kelmoqda. Bu yondashuv insonparvarlik tamoyillari, o'zaro hamjihatlik va mas'uliyat hissiga asoslanib, tinchlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Tinchlik kengashining birinchi yig'ilishida O'zbekiston delegatsiyasining ishtiroki esa xalqaro tashabbuslarni izchil qo'llab-quvvatlash, mojarolarni faqat diplomatik yo'l bilan hal etishga qaratilgan global sa'y-harakatlarda O'zbekiston nafaqat ishtirokchi, balki qat'iy pozitsiyasiga ega yetakchi davlatlar qatorida ekan. Mamlakatimiz rahbarining global muammolar yechimiga oid yondashuv va tashabbuslariga xalqaro hamjamiyat katta e'tibor qaratayotganini yaqqol tasdiqlaydi.